Xo'p, mana Texnonikolda darslardan chiqib oldik, malakamizni oshirish uchun. Juda katta tajribaga ega mutaxassislardan tushuncha oldik. Xo'p, mana ko'p beriladigan savollar bizda qaranglar. G'ish yoki gazoblok. Ketdi, gruntovka ketgan birinchi sloy. Keyin bazaltni orqasida mana kley bilan yopishtirilgan. Undan keyin dyubil zontik qotirilgan. Ko'plarni beradigan savoli anaqani ustidan, setkani ustidan dyubil zontik qotiriladi yoki bazalt ustidan setka qo'yiladi. Yo'q, mana dyubil zontik qotirilgan, birinchi sloy armirovchniy kley, mana birinchi sloy armirovchniy kley, setka, keyin qotganidan keyin ikkinchi sloy armirovchniy kley. Undan keyin gruntovka, travertin, atachenta, Leonardo nima xohlasanglar qilaverasizlar. Bu yoqda mana suxoy montajligini ko'p joyda armaturada qilishadi. Shu armaturada zararli joylarni hammasini hozir tushunchalarni oldim yaxshi. Bariga mana o'zini profillarida eng zo'r utepleniya vazifasini bajaradigan o'zini profilida bo'lar ekan. Keyingi savol mana sokil masalasi bo'yicha. Pinaplex ketgan. Xo'p, armirovka и prutniy setka. Ustidan dyubil zontik и ustidan armirovka yopishtiriladi granit. Mana shu og'ir granitlarni ham, mana shu og'ir granitlarni ham bemalol yopishtirib qo'ysa bo'lar ekan, bemalol ko'tarar ekan hammasini. Tushunmagan masalalarim bor edi, o'shalar bo'yicha polniy savollarga javoblar olindi. Inshaalloh. Mana shunaqa kuzatayotganlarga rahmat. Shunaqa qilib bemalol ishonib Teplomasterga ishlarni topshiravringlar. Shunaqa tajribalarimizni oshiramiz, o'zimiz ustida ko'p ishlaymiz. Rahmat.